Salom hammaga do'stlar. Sizlar bilan Shodish Hasrat Gaming va bugungi videomizda do'stlar bilmadim. Shunchaki nadir qilamiz va yoki beylardan bitta o'zim turaman. Bitta o'zim yashayman. Tanamga kechasi tanqirda qo'rqib uxlolmagan edim. Menimcha yangi qo'shni ko'chib ketdi-yu va hozir men eshik ochib bekitib qo'yaylik. Va shundan keyin kelsi bo'lsa bitta o'zim turardi, ammo lekin odam ko'chib ketdi. Qo'shnimni telefondan qo'yayotganim yo'q. Va iltimos obuna bo'linglar. O'yinchoq bo'lishimga yordam beringlar. Yangi qo'shnim shu bittasini qilsam yo va o'rtoqlar hech qachon birovda o'g'irlamanglar va o'g'irlab sotib yoki ovqatga yemanglar. U harom bo'ladi va keragi bu yangi kanal hozircha aylanchilik mazza toza havo va ana oy kechqurun bo'lyapti. Uyimga boray. Hozir tezlik qiladi. Albatta bu birinchi qism. Hech xavotir olmanglar, birinchi qism o'z shunaqa bo'ladi. Xayr, hammaga do'stlar, sizlar bilan Hasrat Gaming bor. Sizlar bilan keyingi videolar ko'rishguncha xayr.